Firibgarlar Telegramdan qilgan hujumlarni keling umuman yo'q qilib tashlaymiz. Bu gullar qancha odamga ziyon keltirdi, ma'lumotlarni o'g'irladi, nomiga kredit olib tashladi, 100 minglab odamlarning pullarini o'g'irlab, nomidan qarz so'rab yozib chiqdi. Bu videoni tarqatib, saqlab qo'yib, obuna bo'lib o'z hissangizni qo'shing, butun O'zbekistonga tarqataylik. Bu lardan hech kim ziyon topmasin. Birinchi bo'lib Telegramdan ilovalar o'rnatish ruxsatini olib tashlaymiz. Noma'lum ilovalarni o'rnatishdi, mana yoqilgan bo'ladi, o'chirib qo'yamiz. Play Marketda Upload degan ilova bor. 100 million marta ko'chirilgan. Buni o'rnatamiz. Uploadni ochib, kodimizni qo'yamiz. Rozi bo'ldik va parametrlarni qulplab qo'yamiz. Buning uchun kerakli ruxsatlar beriladi. Upload programmasi ishonchli, qo'rqmasanglar bo'ladi. Boshqa hamma qulplarni olib tashlaymiz. Endi Telegramdan bironta ilovani o'rnatamiz desak, nastroyga kiraman deydi. Nastroyga kiramiz desak, parol so'raydi. Buni faqat biz bilamiz. Bu hacker firibgarlarning qopqoniga ko'proq yosh kattalar va yosh kichkinalar tushib qolyapti. Biz obunachilarimiz kamdan kam bunaqa aldoqlarga ishonadi, chunki 3-4 martalab video qilib ogohlantirganmiz. Shunda ham mutaxassis qilib bersin desangiz, pastda belgilab qo'yamiz. Servisimizga murojaat qilsangiz, arzimagan pulga bir pasta sozlab, himoyalab, zo'r qilib beradi. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Kiber xavfsizlik bo'yicha va telefon to'g'ri ishlatish bo'yicha ma'lumotlar berishda davom etamiz va servisimiz nosozliklarni tuzatishda va dasturlashda bemalol sizlar xizmatingizga tayyor.